Jungo futbolchiligi tilga ilinsa, Xinjiang futbolchiligining taraqqiyotidan so'z ochmay bo'lmaydi. Hozir bu temaga yana bir yangi mazmun qo'shildi. Bu bo'lsa-mu, Xinjiangdagi qizg'inligi dunyoviy klublarning havaskorlaridan kelishmaydigan sodiq futbol havaskorlari. Uyg'urlarning futbolchiligini Pamir egizligidagi Eksoq kentidan boshlangan deyishga mumkin. 1927-yildagi Eksoq kenti azmatlarining Angliya, Shveysariya ikki davlat futbolchilari bilan musobaqalashib, 2-1 natija bilan yutuq qozonishi. Ilhammo har bir Uyg'urning iftixorlik ishini so'zlaydigan tarixi bo'lib kelmoqda. Mana bugungi kuni kelganda ayni yillardagidek iftixorlik tuyg'usi qaytadan kishilarning yurak tarlarini chekdi. 2012-yili 4-oy nurg'un futbol havaskorining ko'zi Yevropa chempionligini talashish birlashma futbol musobaqasiga tikilgan shu minutlarda dunyoning yana bir burjigida qarmoqqa ancha ko'zga chiliqmaydigan kichik bir komanda kishilar nazarida darajasi ancha yuqori emas deb qaraladigan musobaqa maydonlarida jon tikib kurashmoqda. Halbuki 5-oyning 12-kuni bu komanda butkul Jungo to'naydigan komandaga aylandi. Bu dal G'arbi diyor tosh olmoq futbol komandasi. Bizning bu komandamiz shundan 15 boshlab qurilib, shikir o'lkalarga berib tayyorliklarni mangdiq. Bu komandaning qurilishi Xinjiang Sunchining futbol komandasi 93-94-yilning tug'ilgan bolalari. Xinjiang pedagogika universiteti, Xinjiang institut, universitetdan kelgan bolalar bilan qurilib, yana burungi bizning qo'g'on o'quvchilarimizning Xinjiang futbol komandasidan shunday qurilgan komanda. 5-oyning 17-kuni shirkatimiz muxbiri Amina Abdurahmon Markaz xalq radio stansiyasining muxbirlari bilan birlikda Xinjiang futbolchilar harakatini boshqarish markazining mudiri Ablat Absalimning qo'llashi ostida tosh olma komandasidagi azmatlarning Shijuazhuangdagi musobaqa ahvolidan xabar berish uchun Shijuazhuangga Assalomu alaykum topdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 5-oyning 16-kuni men hozir Shijuazhuang aerodromiga yetib keldim. Hammamizga ma'lum, atlikka, ya'ni 5-oyning 17-kuni Xinjiang G'arbi diyor tashabbus komandasi bilan Xibey yoshlar komandasining bir maydon musobaqasi o'tkazilmoqchi. Shu sababli mush musobaqaning ahvolidan to'liq xabar berish uchun biz shirkatimizga vakolatdan Xibeyga yetib keldik. Endi mush futbol azmatlarimizning tayyorlik xizmatlari zodi qanday bo'layotganligini qarab boqaylik. 稍微往前走那么一点点，停下就行。好，就这。 Muxbirlarning yetib kelganidan xabardor bo'lgan futbolchi azmatlar xeyli burunlar mehmonxona oldiga bizni kutulishga chiqqan edi. Balalarning xushxo'y, kichik biyalligi ziyoratga borgan har biraylarni so'yindirdi. Qizani bolalar bilan birga edi. Qizadan keyin bolalar bilan birma-bir ham suhbat bo'lish istigimiz bo'lsin. Biroq komandaning musobaqadan burungi kayfiyatiga ta'sir yetkazmaslik uchun qisman bolalar bilan paranglashib turishdi. Ularning xushchaqchaq, kulk-xumor holatidan hayotga musobaqani o'zlariga besim qilmaganligi aniq. Qisata tamam. Safsniki. Bunga vaqt 96 Ey nereden? Kaçkan? Kaçkan mı? Yeni kaçsana kaçkan? Benim kaçkan. Siz mi kaçkandın? Ayrım altıdan sattı. Hoş geldin. Hiç yok. Aferin ama. Özledim size karap bulan bu hoş geldin bu. Hoş geldin. Ötken bir de musabakada hiç kaçsana oynamağımı koyduğunlar ondan çıkarak güldürüm ne? Peki o hoş bulan size? Burundun. Amma mana shu qiziqadigan ishlar cho'ng bo'lsam to'pchi bo'lmaydi deb o'ylabdilar. Yoki burundak Allohga boshqa bir havaslilar bormi? Men kichik vaqtim era kirib borchilar deb
Neçilik oldu? Siz neçilik oldu? Ben 7 yaşından başlap oynadım. 10 neçilik var. Sizler bana konu topçu alanlar var. Siz küçük. 7-8 yıl oldu kadar olsa var. Pek oynadım. Siz kaç yaşında var? İsminiz? Sen çalışırsın Mustafa, Musa oynattın. Siz çok? Ben Eskay. Kaç yaşında var? 7 yaşında var. Siz çok? 31. Genç ömrüm varmış şu. Ha, yaşlı. Eskarsın. İsminiz Askar mı? Bu kadar kim bunu da bırakmışsın kırmızı fotoğrafınızı. Oğlanımız mağdur telefon kilden gel genç ömrüm var. Sen Çok mu tepede basıp bağlı? şaşı olan bir Bu ya Ahmetcan, onun izlemi var, ondan bilmem. Şundak qanday ciddiy ish kayfiyati yaxshi duraba lekin meni bo'lgan chog'da endi biz o'zimiz yolg'iz kelmadik-ku. Garchi kelgandim ish bo'lganlar biz bakchi qadamdanki sirlikini maddiga bo'lganlar bilsin emas. Ha bizga shunday jiq karxonalar bo'lsin, men do'stimiz bo'lsin, mağdığan anlatlan falan qilib qo'yib bizning o'yinimizni yetkazib qo'ygan sirlikimizni bak yaxshi o'yindi. Musobaqani muhim o'rni qo'yamiz deb kim gaplar bor endi siz chatimlandi natijaga ishlolmay jarayon bo'yicha sanamishda bir musobaqa qatnashganlarni o'zim endi bir eng tabrikligidek bir shuna bo'lgan men biz endi bizning bunday yuqori umid kutgan ekan biz yaxshilab qaytaramiz deb o'zinglar bilsin qo'ymoqlar xalqimiz shunchalik rozi sizlardan hozir osh musobaqada mana 4 ming kishi 40 ming odamning kelganining o'zi hamma 40 ming odamning 100% ishlama hargiz sizlarni to'pni yaxshi uramiz deb to'p kirgizam deb qo'rqishmaydi bizdan bolalar 0-0 olsin chiqib ketdi Muşta bizga tantanlik bir keskin bir maydon o'ynab berdi deb shundan xo'sh. Shu hargiz o'zinglarga bilsin quvamay bo'lsa. Atlik musobaqaga endi hozircha biz farazmi qilmaylik lekin mayli qanday bo'lsin natija biz yana sizlarni qo'llaymiz. Natija qanday qilishni qatnashingizlar sizlar yana Şinjandagi barcha xalqning eng yaxshi ko'radigan komandasi. Hozir qayerdan qaraganda o'zbekistonda mamnun ama kayfiyat alashunday yaxshi. Vallahi yaxshi. Üstümüzde bunlarımızda dayanmaz. Hatta üstümüzde. Sizlerden olmamışlar kərginanlarga köp rəhmət. Bizim şunda xoş olduk sizlerden görüp. Müşta bir kuvvetlaydigan, bizi qollaydigan müşta adamlar baki edip, güzrak yerden köpsüler. Falan olmayımız xoş oldu. Müşta öteden beşerden sağla kalktı. Amanlık diyelimler. Onlardan karşı. Rəhmət etdiniz. Yaxshi ramin Allohga bo'lsa. Ularda Allohga mana yaxshi ko'ringlar. Xo'sh. Balalar chiqib ketgandan keyin bizmi o'z ziyoratimizning o'rinlashtirilishi bo'yicha yana xizmatimizga kirishib ketdik. Atki musobaqaning qanday natija bilan oxirlashganligi har birimiz uchun noma'lum. Ammo shunisi ma'lumki, natija muhim emas, jarayon muhimdir. Texi amdili bixlinayotgan bu yosh komanda besib o'tadigan musobaqa texi ko'rmang. Bu qitimki musobaqa bu cho'ng musobaqa jarayonidagi kichik bir o'tan xolos. Hammadan muhimi yerim yo'lda to'xtab qolmasdan qaysarlik bilan qadam besish. Ishonimizki, biz ushbu o'ylarni o'ylayotgan shu damlarda bizga o'xshash o'ylayotgan xalq ko'rmang. Ularni ham bu yosh farzandlarning g'ayrat shijoatlik bo'lishini kutadi. Ularmi ham bu yosh azmatlarning kaynida barliq kuchi bilan qo'llaydigan qo'llovchilar bo'lishini orzu qiladi. Ularmi ham Şinjan futbolchiligining boshqalarning nazaridagi atalmish kelgusi yo'q degan xato qarashga radiya berilishini xohlaydi. Tushdan burun balalarning aram elishiga daxl qilmaslikni loyiq tepib, toki tushlik tomoq vaqtigacha bo'lgan orliqda balalar bilan ko'rishmadi. Tushlik tomoq chiqishdan burun Qozog'istonlik bosh trener Sergey komanda a'zolarini yig'ib, musobaqadan burun qisqigina yig'in ochdi. Futbolchilarning tizimligi. Shundaqla har bir futbolchi ismining yiniga allanimalar yozib xotirlangan varaqni ko'targanicha balalar qarab astoydillik bilan so'zlashidan 60 yoshdan olgan bu kishining garchi yigitlik qiran mezgildan qolgan bo'lsin, biroq kaskin talabchanligini, eng muhimi mas'uliyatchanligidan texi qanmaganligini bilib olib bo'ladi. 10 minutgacha davomlashgan yig'indan keyin tushlik tomoqqa mangdi. Yo'lda mang'ach Sergey 2-nomerlik Mayir Mustafaga rus tilida so'zlab qoldi. Biz ularning keyindan mang'ach ularning turqini xuddi bir dadining uzun safarga otlangan o'g'liga
qandaqdir muhim ishlarni eskartayotgandek his qildik. Если ты не будешь полную силу работать в тренировках, Bu minutlarda Sergey Rastılım Mustafa'ga muhim taktikalarni tapilayotgan bo'lsa kerak. Tamoqdan keyin komandaning yordamchi treneri Farhod apandi bilan qisqagina suhbatda bo'ldi. Endi u hozir to'tmaydan musobaqa o'ynab qoldik. Bag'an yerlarimiz bir-biriga o'xshamaydi. Bag'an yerimizda ikki o'yin shaharlar bor, Chinqayga o'xshash. Egizlik. Hangisi Tayvanga o'xshash spek issiq yalan bor. Endi bizning o'z bolaning hozirlarni bu jetlarga o'xshash bir xil o'rganishda nisbatan. Shu qiynatgan yerlarimiz bir yana klimatga maslashish, yana bir shu tamoq. Bizning Uning aytganlaridan amaliyotda bu bolalarning har bir shaharga musobaqaga berishidagi birdan-bir cho'ng qiyinchilik tamoq masalasi bo'lib qolganligini es qildi. Diniy e'tiqod shundaqla urf odatimizga mos bo'lgan yemak-ichmaklarni ichkiri o'lkalarda uchirtish haqiqatan bir qadar qiyin ish edi. Xuddi Farhod apandining aytganidek, tabiiy muhitmi bolalarga xil zo'r ta'sir ko'rsatgan edi. Tushdan keyin soat 2 da biz musobaqa maydoniga qarab bordik. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun 5-oyning 17-kuni men hozir Shijo'jondagi Yutun tarbiya markazida turib, sizlarga xabar beryapman. Hammamizga ma'lum, bugun Shinjon G'arbiy Diyar Tashalma komandasi bilan Xobey yoshlar komandasiniki musobaqasi elib berilmoqchi. Bugun qaraydigan bo'lsak, mush tarbiya markaziga Xobey atrofidagi har qaysi universitetlardan Shinjonlik o'quvchilar bizning mush G'arbiy Diyar Tashalma komandamizga madad tilash uchun, madad berish uchun nayki qizg'inlik bilan kelibdi. Mana qaraydigan bo'lsak, hozir tarbiya markazining oldi tarafida bir mushar qaysi universitetlardan kelgan o'quvchilar tashkillanib, mush madad tilash uchun yig'ilib turibdi. Biz bu yerga qarab boqaylik. Kelgan kishi avvaldan mashqini ko'rgan, mashqini ko'rib, ahvolini ko'rib yaxshi. Sizlar bog'i yig'adigan ishonch bor. Sizlarchi bugungi musobaqa qancha natija bilan oxirlashadi? Nol bilan Aslında xayrat qilsizlar baba. Qancha bo'lsa umid qilamiz. Bo'ldi. Rahmat. Cho'qim sizlarning mardonlar bilan bolalar cho'qim yaxshi o'ynaydi. Ayda ilaylik maydonni ko'rsaylik bizim bor. Tamam. Elbi medianing aytgan matn xalq radiosi planda. Satr bashib ko'rsaylik hamsa. Musobaqa maydoniga kirdik. Gerçi musobaqa ko'ngli kelgan top mastonlari Urumchidagiga o'xshash kishini hayron qoldirgudek darajada ko'p bo'ldi. Lekin madadi xelilik qizg'in ham Xobey yoshlar komandasiga madadlarga kelganlar bo'lsa, Tosh olma komandasininkidan xeli ko'p. Biroq qizg'inlik jihatda yana Tosh olma komandasiga tankilanadi. Hatta her qaysi universitetlardan kelgan Shinjonlik o'quvchilar qizg'in kayfiyatda Tosh olma komandasiga madadladi.
Oho, ben 500